Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng biz yana sizlar uchun o'zimizni торговля sessiyamizni video obzor qilib chiqarishga qaror qildik. Bundan oldin sal vaqtimiz bo'lmaganda endi yana biz sizlarga video obzor qilib chiqarishni boshlaymiz. Demak, biz har doim bilasizlar Pocket Option brokerida savdo qilamiz. Ya'ni bu binarniy opsion hisoblanadi. Bugungi video obzorimizda biz Euro USD OTC valyuta birligida sizlar bilan birgalikda pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, bizning balansimizda $428 bor, ko'rishingiz mumkin. KT real, ya'ni real shotda biz savdo qilamiz. Har doimgi bizning торговля sessiyamizda biz birinchi bo'lib time frame ni kattaroq olishimiz kerak. Ya'ni 4 soatlik yoki undan kattaroq time frame larga qo'yib biz bozorni uzoqdan analiz qilib olishimiz kerak. Demak, 1 kunligiga o'tsak yoki 3 kunligiga o'tib ketdik, ko'rib turganingizda повышающий trend bo'lgan, bozor tepaga qarab harakatlangan va o'zini strukturasini o'zgartirib, sekin bozor pastga qarab yurib ketyapti. Demak, bu yerda liniyalarni chizib ko'rsataman. Bizning уровень поддержкamizni bozor buzib o'tib ketgan, ya'ni proboy qilgan va agar tanasi bilan yopilsa, bemalol biz pastga qarab сделка o'tsak bo'ladi. Luch bilan sizlarga bu yerda повышающий trendni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek bozor bizga tepaga qarab harakatlanib bergan va bu yerda bizning повышающий trendimizni buzib bozor pastga qarab o'tgan. Bu yerda kichkina atboy bo'lgan, ya'ni atkat bo'lgan va ko'rishingiz mumkin bozor yana pastga qarab yurib ketyapti. Kelinglar biz shu yerdan pastga qarab 1 daqiqadan 4 daqiqagacha 4 ta сделка ochib qo'yamiz. Agar qaysidir minutdagi сделкamiz o'tmasa, biz bemalol keyin dagon qilishimiz mumkin. Nega pastga qarab сделка ochdik? Bozor ko'rib turganingizdek silna pastga qarab ketyapti. Bu yerda уже proboy bo'lgan, atkatam bo'lgan. Endi yana bozor pastga qarab yurishni boshlayapti. Kelinglar biz bu yerdan svichani kichkinaroq svichaga olib o'tamiz. Bozor holatini yaqinroqdan ko'rish uchun ko'rib turganingizdek bozor yana pastga tushib, yana tepaga qarab svicha ochilyapti. Biz yaqinlashtiramiz. Bu yerdan сделка bo'limiga o'tsak, birinchi сделкamiz yopilishiga bizani 25 soniya qoldi va bozor tepaga qarab yurishni boshlayapti. Agar bu сделкamiz o'tmasa, biz bemalol mana mashorodan tepaga qarab yana bir marta dagon qilib pastga qarab сделка ochishimiz mumkin. Buning uchun $35 dan ochishimiz kerak va time frame ni yana biz 1 minutga tushirishimiz kerak. Demak, bozor mana bu yerda понижающий trend bo'yicha harakatlanyapti. Atkat pastga bo'lib, lekin baribir ko'rishingiz mumkin bozor pastga qarab harakatlanyapti. Demak, bizning birinchi сделкamiz minusga yopildi. Sirazi biz yana martingale strategiyasi bilan сделка ochib qo'yamiz. Hozir bozor pastga qarab tushish kerak. Bu svicha qizilga ochilgandan keyin, ya'ni qizilga yopilgandan keyin keyingi svicha yana bizga sal yashilga ochilib, bundan keyin yana bozor pastga qarab yurishni davom ettirishi mumkin. Demak, сделка bo'limiga o'tsak, bizning keyingi сделкamiz yopilishiga 38 va 37 soniyalar qoldi. Bu svicha bizga yaxshigina qizilga yopilib berish kerak, ya'ni uzun bo'lib pastga tushib berish kerak. Agar bunisi tushmasa, keyingisi bizga yana pastga qarab yurib beradi. Chunki bizda понижающий trend holati bor. Katta time frame da olib qarasak, bozor anchagina pastga qarab yurib bergan va hozir yana dalshi pastga qarab yurib berish kerak. Demak, bizning keyingi сделкаlarimiz yopilishiga 10 soniya vaqt qoldi. Yo'q bilan agar ikkalasi ham bizga minusga yopilsa, общий bizda $50 minus bo'ladi. Keyingi сделкamizni biz kattaroq summa bilan ochishimiz kerak. Ya'ni 35 ni 2 ga ko'paytirsak 75 va общий biz $110lik сделка ochishimiz kerak hozirgi ikkita minusni qoplash uchun. Demak, ko'rib turganingizdek bozor hozirda tepaga qarab harakatlanyapti, ya'ni bizning уровень поддержкamiz tomon harakatlanyapti. Bozor uzoqdan holatini bitta ko'rib olamiz. 15 minutlik time frame ga o'tsak, mana bozor yana bizga kichkina atkat bo'lishi mumkin tepaga qarab. Bu yerda ko'rib turganingizdek liniya turib qolgan ekan va hozir bozor ozgina bizga tepaga qarab yurib berishi mumkin. Kelinglar, shu yerda biz ozgina risk qilamiz, chunki atkat bo'yicha bozor harakatlanishni boshladi. Demak, 1 minutlik time frame ga o'tamiz. Bu yerda biz $100 emas, kelinglar $200lik 1 minutga qarab tepaga qarab сделка ochamiz. Ya'ni 1 minutlik tepaga qarab сделка ochamiz. Nega tepaga qarab ochdik? Aytib o'tgandek bozor ozgina hozir atkat bo'ladi. Где-то 5-6 minut atkat bo'lgandan keyin yana pastga qarab yurishni boshlaydi. Biz 1 minutlik сделка ochdik. Bozor holatini yaqinlashtiramiz. Bozor bizga impuls bilan tepaga qarab yurishni boshladi. Hozir mana shu сделкamiz bizga plusga yopilsa, hamma minuslarimizni bemalol qoplab olishimiz mumkin. Demak, videoni boshida balansimizda $428 bor edi, adashmasam. Hozir biz videoni tezlashtirib holatni kuzatamiz.
Mana ko'rishinglar mumkin, сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi. Demak, bozor holatini tushuntirib beraman sizlarga. Demak, bozor holatini uzoqlashtirsak, bu yerda aytib o'tganimdek 15 minutlik time frame ga oldim. Bozor bu yerda impuls bilan pastga qarab yurib bergan bo'lsa, nega tepaga qarab сделка ochsangizlar ko'rib turganinglardek, bu yerda soyasi bilan soyasi bir xil bo'ldi. Bozor pastga qarab yurib bera olmadi va tepaga qarab yurdi. Hozir bu yerda bizda ozgina atkat bo'ladi. Atkatdan keyin bozor yana pastga qarab yurishni boshlaydi. Mana shunaqa vaziyatlarda ham kichkina time framelarda biz ham yaxshigina pulli ishlab olishimiz mumkin. Lekin sizlarga обязательно maslahat beraman, сделкаga kirishinglardan oldin kattaroq time frame ga o'tib bozor holatini ko'rishinglarni. Demak, mana shunaqa analiz qilib bozor holatiga qarab sizlar ozgina optik olganinglardan keyin xuddi shunaqa yaxshi daromadga chiqishinglar mumkin. Demak, bu switch yopilishiga ko'rib turganinglardek 8 daqiqa qoldi va bozor tepaga qarab unaqa katta impuls bilan ham yurib bera olmayapti va pastga qarab ham yurib bera olmayapti. Mana shu switch holatini ko'rishimiz kerak. O'shandan keyin bemalol biz сделкаga kirsak bo'ladi. Kelinglar 5 daqiqalik switchlarga olamiz, bozor holatini ko'ramiz. Bu yerda 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochsa bo'ladi. Agar mana shu уровень поддержкадан bozor tepaga qarab harakatlansa. Kelinglar biz yana bitta сделка ochamiz. O'sha сделкamiz ham plusga yopilgandan keyin bemalol bugungi торговля sessiyamizni stop qilsak bo'ladi. Почти $90 ga yaqin pul ishlab qo'ydik. Ya'ni $89 biz ham sof daromad qildik bitta yaxshi qilgan analizimizning orqasidan. Demak, bozordagi yaxshi holatni kuzatishimiz kerak. Bu yerda повышающий trend bor. Bir minutga tepaga qarab сделка ochsak ham bo'ladi, lekin unaqa katta risk qilish xohlamayman. Bu yerda ham hali уверенный сделкаga kiradigan tochkalar yo'q. Mana shunaqa sizlar valyutniy paralarni o'tkazib yaxshi tochkalarni ham topishinglarni tavsiya etaman. Yaxshi holat ko'rib qolsanglar, bemalol kirishinglar mumkin. Bu yerda 1 daqiqaga pastga qarab сделка ochdik. Nega desanglar, понижающий trend bor, bozor pastga qarab harakatlanyapti. Hozir mana shu уровень поддержкani pastga urib o'tish kerak bozor. Chunki понижающий trendda bozor o'zini maksimumlari va minimumlarini yengilab o'tadi. Demak, bu yerda maksimum bo'lgan, понижающий trend bo'lgani uchun buni yengila olmadi va minimumini yengilashga qarab ketadi bozor. Agar maksimumini yengilasa, уже bizda понижающий trend emas, повышающий trendga bozor holati o'tib ketadi. Сделка bo'limini ochamiz. 25 soniya qoldi. Videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi. Bu сделкamiz ham bizga 100% plusga yopildi va bizning balansimizda $535 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda bugungi торговля sessiyamizda biz $100 dan ko'proq daromadga chiqdik. Men sizlarga ham maslahat berardim, qanaqadir strategiyaga yoki taktikalarga ishonib qolmasdan sizlar sirazi bozorga kirib, bozor holatini analiz qilib, bozor holatiga qarab сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. Shunda sizlar har doim balansinglarni plusga olib chiqib olasizlar. Demak, video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.